Assalomu alaykum hammaga, biz kuzat boruvchi obunachilarimizga. Akalar, har xil variantdagi javob apparatlarimizni olib kelib qo'yganmiz. Xo'p, pichoqlarni ko'rsatib o'tib ketamiz. Pichoqlar originalning yaxshi zavodskiy holatda turadi. Xo'p, ikki xil skorslari bor, холостой holatida va birinchi skors, ikkinchi skorslari bo'ladi. Tezligini bemalol o'zlaring ko'rib olib turib, tekshirib olsalaring bo'laveradi. Do'konimizga kelib turib, har xil razmerda chiqaradi. 2 sm va 4 sm razmerlari bor. Motorlarga keladigan bo'lsak, 3 kilovatli yaxshi originalli motordan qo'yilgan datchilari ham mavjud. Kimga qiziq bo'lgan bo'lsa, reminda aylanadi. Xo'p, bunimizda ikki xil varianti bor. 3 kilovatli va 5 kilovatli motor qo'yilganlari. Bu tushganimizda 5 kilovatli motor qo'yilgani bor. Ko'rsatib o'tganamiz. Xoli motorlardan qo'yilgan, komplektida kabellari ham bo'ladi. Kimga qiziq bo'lsa, do'konimizdan kelib ishlatib ketsalaring ham bo'ladi. Xohlasangiz onlayn zakaz qilsalaring ham bo'ladi. Pastda nomerlarimiz bo'ladi va bunaqa dravitasi bor akalarimiz uchun motorlarimizdan ham olib kelib qo'yganmiz. 3 kilovatli datchilari bor, yaxshi variantda. Bu 1 kilovatlilardan boshlanadi. 380 variantlarimiz ham mavjud. Kimga qiziq bo'lgan bo'lsa, bemalol aloqaga chiqsalaring, pastda nomerlarimiz bo'ladi.